Assalomu alaykum. Men ismim Xurshid, Umid baraka rahbari. Bugun sizlarga korxonamizda yangi ishlab chiqarilgan kiyim qurtkish taqdimotini qilib bermoqchiman. O'zi oldin boshqa ko'rinishlarda mavjud, chet ellarda ham mavjud. Biz o'zimizga xos, o'zimizga uslubda, o'zimizda bor imkoniyatlardan foydalanib, tez, qulay, komfort, elitniy. Avvalambor aytadigan bo'lsam, shu holatda bo'ladi, korobka holatida bo'ladi. Korobkaning ichida shu narsalar chiqadi. Birinchisi, hop, qo'li bu yoqqa olib turamiz. Men sizlarga yig'ib buni ko'rsatib beraman. Qay holatda yig'ilishini. Bizda eng birinchi hop, shu chiqadi. Shu uchta roliki balonlar va bolt chiqadi. Men sizlarga hozir buni yig'ib ko'rsataman. Birinchi tek qismini yig'ib olamiz. Bizda maxsus anaqa roliki qotiradigan qismi tagida bo'ladi. Planka tek qismi tayyor bo'ldi. Endi tepa qismini tiqib olamiz. Keltirildi. Hop, endi tayyor. Endi buni roligini qotirib olamiz. Ochilgani bor. Oldik. Glavniy korpus qismini. Mana hop. Endi biz mana shu maxsus planka qilingan. Hozir sizlarga ko'rsataman. Ko'ryapti. Hop. Mana hech narsasiz shunchaki shu yerga kirgizib qo'yiladi xolos. Boshqa hech narsa, na sim ishlatilgan, na unaqa ishlatilgan. Boshqa narsa. Tayyor. Sushilkamiz foydalanishga tayyor. 3 etajkali bu. Hop. Men maxsus konstruksiya qilingan. Mana shu yerga ahamiyat berishlaringizni istayman. Chunki mana shu yerda ko'rinayotgan bo'lsa kerak. Mana shu yerda shu narsada hop. Shu narsada shu yerga hozir shu kiradi. Hop. 33 ta o'pish keladigan joyi 65 santimetr. Katta, keng, bemalol keng kiyimlardan foydalanib ishlatilsa bo'ladi. Qulay, komfortli. Sababi chunki foydalanuvchi kiyim ilgandan keyin uni balon aylangani uchun bu yog'iga ilib foydalanaveradi. Xo'p. Yana agar katta kiyimlar bo'lsa, ikkita qismini yoptiriladi. Bemalol. Yana bir shu vazifani bajaradiki. Hop. Vazifa bajaradi maxsus poyabzallarni yulgandan keyin
ilib qo'yiladi. Xo'p, bu mana shu sushilkalarimizdan 2 barobar ko'p bu narsa. İlgichlar soni bo'yicha 2 barobar ko'p. Bemalol foydalanib, komfortli, elitli, rolikli uyda foydalansa ham bo'ladi. Nagruskani bemalol ko'taradi. Mana shu narsani aytamiz. Mana shu bu yoqqa chiqib ketmaydi. Mana bu yoqqa tortsa chiqib ketmaydi. Past ketsa ham shu, faqat tepaga qilinadi, olinadi. Mana. Bo'ldi. Mana shu ariqchasiga tushib turadi. Hech qayerga yurib ketmaydi. Maxsus konstruksiya bo'yicha qilingan. Mana. Mana bu shu holatda bo'ladi. Burchagida ham bemalol uyni burchagida ham bemalol turaveradi shu holatida. Hech qanday anaqasida farq qilmaydi. Foydalanishga ham juda qulay. Soni ham juda ko'p. Shuni ko'rsatib bermoqchi edik. Hammalarga rahmat. Shuni kiyim kurtkalarimizdan foydalaninglar, olinglar. Yana keyingilarda ko'rishguncha yana bundan ham qulay kiyim qurtishlarni taqdim etishda harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.